بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ey müminler! Mening düşmanimni ve sizlarning düşmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazsizlar. Ular Rabbinglar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqadi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, undaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shirin do'stlik yetkazsizlar. Men sizlar yo'shirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimiki shunda qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazdi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Agar ular sizlarni yengsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi. Sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni orzu qiladi. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Alloh aranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlarning qatorida devzaqda bo'ladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. İbrahim ve onun bilen birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunadir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan va sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilayotgan botil ma'budlaringlardan ado judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Faqat İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman. Allohning azobidan hech narsani sendan dabiy qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim ve onun bilen birga bo'lgan mu'minlar aytdi. Rabbimiz
sana tevekkül kıldık. Sana qaytdık. Ahir qaytıdığan joy sening dergahingdir. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Rabbimiz kafirlarni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Ular bizga musallat bo'lib, bizni ko'tirgili bo'lmaydigan azob bilan dinimizdan chiqarmasin. Rabbimiz bizga mag'firat qilgin. Sen haqiqatan mutlaq g'olibsan, hikmat bilan ish qilguvchisan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ey Muhammadning ummati, İbrahim ve onunla ergeşken müminler sizlarga Allah'ni ve ahiret gününü ümit kılıdığanlarga yaxşı namunedir. Kimiki imandan yüz öğriydiken bilsin ki Allah onundan ve undaqlardan bihacettir. Allah medhiyege layıktır. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Belkim Allah sizlar bilan sizlar o'ch ko'radigan odamlar orasida do'stlik paydo qiladi. Allah har narsaga qodirdir. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Küffarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Allah ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki Allah adillarni yaxshi ko'rdi. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah din uchun sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishga yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sidi. Kimiki ularni do'st tutadi ekan, ular zolimlardir. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Ey müminler! Sizlarga mu'min ayollar hicret qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Allah obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mu'mina deb tonisanglar, ularni kafirlar qaytirib bermanglar. Ular kafirlarga halol emas. Kafirlarmi ularga halol emas. Kafir erlarining ularga bergan mehrini qaytirib beringlar. Ularning mehrilarini berib nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi.
Kafir ayollarni emrinlarda saklamanglar. Ularga bergen mehrinlarni talep kılinglar. Kafirlarmu hicret kılıp kelgen mümin ayollarga bergen mehrinlerini talep kılsın. Allah'ın hükmü eni şu. Allah aranglarda hüküm çıkırdı. Allah hemmini bilgücüdür, hikmet bilen iş kılgıcıdır. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Eğer sizlerinin bazı ayollarınla kafirlığa kirip kesse, kafirlar bilen uruşup ganimet algan vaktinlarda, ayolları kafirlığa kirip ketken kişilerge ganimetten ulanın bergen mehrinin miktarını verinler. Yani musulmanlardan birinin ayoli kuffarlar tarafı keçip kesse, sizler kuffarlar bilen uruşup algan ganimet maldan mezgur ayolning eriga mehri miqdori mal beringlar. Sizlar o'zinglar ishongan Allohdan qo'rqinglar. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey Peygamber! Mümin ayollar sana kelip, Allah'a hiç nersini şirik keltirmeslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, ballarını cahiliyet devridikidek kız ballarını nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ltirmaslikka, boshqalarning balasini yolg'ondan erlarining balasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bay'at qilsa, yuqorqi shartlar asosida ularga bay'at qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tilagin. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey müminler! Allah gazap qilgan qavmni do'st tutmanglar. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat savobidan qabrlarida yotgan kuffarlar umidini uzgandek haqiqatan umidini uzdi.